Yaxshi mislar ko'pchilik, biz necha kundan beri eliniki, har qaysi nahiyalarniki go'zal tog' daryolarni, haqsiz sayohat manzilgohlarini tanishtirib kelgan. Shinjongning har qaysi joylaridan kelgan mehmonlar uzildirmay telefon qilib, uchur qilish orqali nurg'un joylarni so'ragan bo'ldi. Shu qatorda shu Mo'g'ul Kiraniki sayohat to'rlarini bir qurtanishtirsangiz degan taklif fikrlar tushdi. Mo'g'ul Kiraning sayohat to'rlaridan biz shu Shoti qadimiy yo'li bu tarafni tek so'zlamadik. Biz vaqt chiqqanda Shoti qadimiy yo'lini tafsiliy tunishtiramiz. Undan boshqa Mo'g'ul Kirada yana shu Tulparlar daryoda chopadigan sayohat manzilgohi bor. Buni mallar do'yinda ko'rib turibsizlar. Yana bir nurg'un odam bilmaydigan Mo'g'ul Kiraniki Yuxo ko'li degan bir yer bor. Bu ko'lning manzarasi intayin go'zal. Biz oldin qaytdim shu Arish ko'lini so'zlaganga o'xshash, Arish ko'liga o'xshashlar intayin chiroyli ko'llarning birisi bu. Ko'lning suvi havo rayining o'zgarishiga qarata rang o'zgardi. Shunga rang o'zgartiradigan ko'l degan atalg'o'sim bor bu ko'lniki. Hozircha bu ko'l atrofida sayohat to'rlari qurilish qilyapti. Hozircha haqsiz bilet olmaydi, haqsiz sayohat qilsanglar bo'ladi. Nahiya markaziga ancha yiroq emas, 50 kilometr atrofida chiqadi. Agar bilinmagan do'stlar bo'lsa, yana meni ko'ngil qilish orqali ayrim uchur qilsanglar bo'ladi.